yosh onajonlarimiz pampersi razmerini tanlashda adashadi, lekin bu haqida o'zlisi ham bilishmaydi. Kichkina razmer tanlab qo'yganinglarni qatdan bilsanglar bo'ladi. Pampersi rezinkasi bolani o'zi shundoq ham rezinka iz qoldiradi, lekin kichkina tanlab qo'ysanglar chuqurroq iz qoldiradi, qizarib qoladi. Pampers tez to'ladi va yonlaridan toshib chiqishni boshlaydi. Pampersni katta razmer tanlab qo'yganinglarni qatdan bilsanglar bo'ladi. Oyog'ini sonlarida ochuv turadi, pampers osilib turadi va kiyimiga namli yuqadi. Masalan, bizga bolalar keladi, 5 oylik bola, bittasi 8 kilo bo'lishi mumkin, bittasi 6 kilo bo'lishi mumkin. Juda ham rezinkasi qattiq botib qizartirib yuborgan bo'lsa, bitta katta razmer olib kiyg'izib ko'ringlar, yoki aytganimdek oralari ochuv, osilib turgan bo'lsa, bitta kichkina razmer olib kiyg'izib ko'ringlar. Nega aynan Yukosan kompaniyasini pamperslarini maslahat beraman? Farzandinglarning fiziologik rivojlanishida, katta bo'lishida, emiklashida, yurishida, yugurishida bemalol cho'ziluvchan, matosi ekologik toza mahsulotdan tayyorlangan, toza paxtadan va terini qizartirmaydi. Farzandini yaxshi ko'radigan onalarning hammasi Yukosan pamperslarini tanlaydi.